Agar sizda ham xuddi menga o'xshab chiqindilarni olib chiqib ketish bilan muammo bo'layotgan bo'lsa, ya'ni mahallangizdan, uyingizdan chiqindilarni olib chiqib ketishmayapti, ya'ni musorni olib ketishmayapti, lekin sizni qarzdor bo'lganingizdan so'ng elektrga ulanuvchi billing tizimidan foydalangan holda elektrga pul tushishingizga cheklov o'rnatib, sizni chiqindilar uchun pul to'lashga majbur qilishayotgan bo'lsa, bugungi ma'lumot siz uchun diqqat bilan eshiting. Demak, O'zbekiston Respublikasida shunday agentlik tashkil topgan ekan, men birinchi marta ko'rdim va o'zim ham advokat sifatida qiyin muammoga tushgan paytimda ajoyib bir yechimni topganday bo'ldim. Bugun sizga shu haqda ma'lumot bersam, demak, O'zbekistonda chiqindilarni boshqarish va sirkulyar iqtisodiyotni rivojlantirish agentligi bor ekan. Bugun birinchi marta ijtimoiy tarmoqda topib oldim. Demak, maxsus sayti bor ekan buni. Ushbu agentlikning faoliyati haqida, ushbu agentlikning faoliyatining huquqiy asosi ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish sohalarida ochiqlikni ta'minlash hamda boshqarish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlar to'g'risida 2024-yil 26-sentyabrdagi 149-sonli prezident farmoni asosida ushbu agentlik tashkil etilgan. Qisqacha nomi chiqindilarni boshqarish agentligi deb nomlanadi. Eng qizig'i, e'tibor bering, ushbu agentlikning markaziy apparati Qoraqalpog'iston Respublikasi chiqindilarni boshqarish va sirkulyar iqtisodiyotni rivojlantirish agentligi, viloyatlar hamda Toshkent shahri chiqindilarni boshqarish va sirkulyar iqtisodiyotni rivojlantirish boshqarmalari, shuningdek agentlikka bevosita bo'ysunadigan chiqindi poligonlarini boshqarish direksiyasi, toza hudud, maxsus trans va Maroqand obod davlat muassasalari kiradi. Shu yerdan toza hududni davlat tashkiloti ekanligini bilib oldim. Bu ham men uchun yangilik bo'ldi. Demak, agentlikning asosiy vazifalari nima degan joyda meni e'tiborim bitta narsaga qaratildi. Demak, qattiq maishiy chiqindilarni olib chiqib ketganlik uchun jismoniy va yuridik shaxslar tomonidan majburiy to'lovlarni to'lash va hisobni yuritishning yagona elektron tizimi uzluksiz faoliyatda ta'minlash. Ya'ni elektron tarzda bazalarda chiqindilardan qarzdorlik shakllanyapti. Ana shu qarzdorlik ko'paygan sari elektrdan foydalanishingizga billing tizimiga taqiq o'rnatilib, siz elektrga to'lov qila olmay qolyapsiz. Aynan mana shu demak tizimni agentlik boshqarar ekan va e'tibor bering, hozir mana shu pastda raqamni ham ko'rsatamiz. 1205 kel markazi mavjud. Bu markazga men hozirgina telefon raqamiga aloqani amalga oshirdim va ularga 2-3 oydan beri chiqindilarni olib ketish xizmati ko'rsatilmayotganligi, lekin chiqindini olib chiqib ketmasa ham bizdan pul undirayotganligi haqida ma'lumotni taqdim qildim. Ular o'rganib, agar haqiqatda shu holat aniqlanadigan bo'lsa, pulni qaytarish haqida ma'lumot berib, murojaatimni qabul qilib olishdi. Eslab qoling, 1205 chiqindilarni boshqarish va sirkulyar iqtisodiyotni rivojlantirish agentligini Ko'l markazi telefon raqami. Fuqarolarimizni oxirgi paytlarda juda ko'plab murojaatlar kelib tushganda, chiqindilarni olib ketish bo'yicha hech qanday xizmat ko'rsatilmagan holda ko'plab qarzdorliklarga tiqib qo'yilganligi, fuqarolarni bundan tashqari elektrga to'lovini cheklab qo'yilganligi bo'yicha norozi bo'lib kelishgan edi. Buni yechimini o'zim ham topolmayotgandim. Bugun yechimini topgandek bo'ldim. Ana shu agentlikka murojaat qiling. Ijtimoiy tarmoqlarda ushbu agentlik haqida ma'lumotlar bilan to'liq tanishib chiqing.